بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan inshaalloh 7-darsni ko'rib chiqamiz bugun. Ad-darsu sabiu, 7-dars. Ushbu darsda biz quyidagilarni o'rganamiz. Birinchisi anti, sen muannas birlikning ko'pligi antunna bo'ladi. Oldingi darsimizda antani ko'pligi antum bo'lishini o'rgangan edik, ya'ni muzakkirda. Bu darsimizda endi anti muannasda sen degani ko'pligi antunna bo'ladi. Man antunna ya akhawatu. Ey opa-singillar, sizlar kimsizlar? Nahnu banatul imami. Biz imomning qizlarimiz. Ki sening degani, kitabuki sening kitobing. Shuni ko'pligi kunna bo'ladi. Ayna baytukunna ya sayyidatu. Xonimlar, ey xonimlar, uyingiz, sizlarning uyingiz qayerda? Baytuna qaribun minas suq. Uyimiz bozorga yaqin deyaptilar mana. Keyingi qoidamiz, biz avvalgi darsda zahabati sen ketding, muannas birligida sen ketdingni o'rgangan edik. Endi zahabtunna bo'lsa nima bo'lar ekan? Sizlar ketdingiz bo'lar ekan muannasda. Ya'ni antunna sizlar degan edik-ku. Shuni tunnasini qo'shilib zahabtunna bo'lsa sizlar ketdingiz bo'ladi. Ayna zahabtunna ya akhawat, singillar qayerga ketdingiz? Ayna zahabtum ya asdiqo, do'stlar qayerga ketdingiz? Qabla, avval, ba'da esa keyin degani, ulardan keyin keladigan otlar har doim qaratqich majrur kelishida bo'ladi. Chunki izofa bo'lib keladi. Bu o'zidan keyingi so'z bilan izofa holatida keladi. Ba'da darsi, darsdan keyin, qabla darsi bo'lsa darsdan oldin degani. Roja'a u qaytdi degani. Roja'at tolibu minal jami'ati, talaba universitetdan qaytdimi? Al-hiwar, Zaynab va ihdahunna, qizlar o'rtasida suhbat ekan. Zaynab aytayapti: "Man anta, man antunna ya fatayat." Ey qizlar, sizlar kimsizlar? Ihdahunna, ulardan biri aytdiki: "Nahnu banatu shayx Abbas." Biz Shayx Abbosning qizlarimiz dedi. Zaynab: "Kayfa halukunna?" Ahvolingiz qanday? Ihdahunna, ulardan biri: "Nahnu bi khayrin walhamdulillah." Biz yaxshimiz, alhamdulillah dedi. Zaynab: "Ummukunna ustazati. Ayna hiya al'an." Sizlarning onangiz mening ustozam. U hozir qayerda? Ayna hiya al'an. U hozir qayerda? Ihdahunna, ulardan biri aytdiki: "Hiya fi Bukhara, zahabat qabla usbu'in." U Buxoroda bir hafta oldin ketdi. Zaynab: "Man zahaba ma'aha?" Zaynab aytdi: "Kim u bilan birga ketdi?" Ihdahunna, ulardan biri: "Zahaba ma'aha akhuna Ibrohim." U bilan birga akamiz Ibrohim ketdi. Zaynab: "Fi ayyi madrasatin antunna?" Sizlar qaysi maktabda o'qiysizlar? Ihdahunna, ulardan biri aytdiki: "Nahnu fil madrasatil mutawassitati." Biz o'rta maktabda o'qiymiz dedi. Zaynab: "Mata ikhtibarukunna?" Imtihoningiz, sizlarning imtihoningiz qachon? Ihdahunna, ulardan biri: "Ikhtibaruna ba'da shahrin." Imtihonimiz bir oydan keyin dedi. Zaynab: "Azahabtum ila al-madrasati al-yawm?" Bugun maktabga bordingizmi? Ihdahunna, ulardan biri: "Na'am, zahabna va raja'na." Ha, bordik va qaytdik dedi. Ajib anil as'ilatil atiyati, quyidagi savollarga javob bering. Man abul fatayat, qizlarning otasi kim edi? Abbas edi. Abuhunna Abbasun deymiz. Maza ta'malu ummuhunna, onalari nima qilar ekan? Nima ish qilar ekan? Ummuhunna ustazatun. Ayna hiya al-an? Hiya fi Bukhara. متى سافرت إلى هناك؟ قبل أسبوع. من معها في بخارى؟ أخوهن. أخوهن قلامز يعني ularning akalari bo'ladi. أخوهن إبراهيم. هل اختبارهن بعد أسبوع؟ لا، اختبارهن بعد شهر deymiz. ikkinchi mashqimiz حول المبتدأ إلى مؤنث في الجمل الآتية كما في المثال. Misaldagidek, demak mubtadoni muannasga o'zgartirishimiz kerak ekan.
أأنتم طلاب sizlar talabamisizlar أأنتن طالبات sizlar talaba qizlarmisiz أأنتم مدرسون أأنتن مدرسات qilib o'zgartiramiz. Keyingisi أأنتم أطباء o'zgartirasizlar, muannas qilasizlar. أأنتم إخوة حامد sizlar Hamidning akalarimisiz, sizlar Hamidning opalarimisiz qilasizlar bu yog'iga. أأنتم مسلمون sizlar musulmonmisizlar, bu yog'iga muannasga o'zgartiramiz. أأنتم أعمام محمود. Hop, keyingisi أأنتم أبناء المدير. Demak bu yog'iga muannasga o'zgartirib yozib chiqasizlar. Uchinchi mashqimiz havil ilal muannas kama fil misal. Misoldagi kabi muannasga o'zgartiring deyaptilar. Endi domirlarni o'zgartirar ekanmiz. Ayna baytukum ya ikhwan, ayna baytukunna ya akhawat. Uyingiz qayerda ey birodarlar? Uyingiz qayerda ey xonimlar? Ayna akhukum ya asdiqau. Ey do'stlar, akangiz qayerda? Ayna ukhtukun, ayna akhukunna qilamiz. Chunki mana bu domirni o'zgartiryapmiz-da. Ayna akhukunna ya sadiqat. Ayna madrasatukum ya abna. Ayna madrasatukunna ya banat. Keyingisi. Mata ikhtibarukum ya tullab. Mata ikhtibarukunna ya talibat. Hadha ammukum ya zumala. Ey sinfdoshlar, bu sizlarning amakingizmi? أهذا عمكن يا زميلات. أبيتكم قريب يا أولاد. Ey bolalar, uyingiz yaqinmi? Abaytukunna qaribun ya banat. Fi ay shahrin ikhtibarukum ya talamiz. Qaysi oyda imtihonlaringiz ey o'quvchilar? Fi ay shahrin ikhtibarukunna ya tilmizat. ضع في الفراغ ضميرا مناسبا للمخاطب أنت أنتم أنت أنتن. Mana shu anta antum anti antunnalardan mosila qo'yib chiqishimiz kerak ekan bosh joylariga. Mana bu joyda mana a so'roq olmoshi borda joy tashlab muslimun debdilar. Demak, nima deymiz? Muslimun muzakkar bo'lganligi uchun, unda birlik bo'lganligi uchun anta qo'yamiz. A anta muslimun. Ikkinchisiga a maridatun. Demak, anti qo'yamiz muannas bo'lganligi uchun. A anti maridatun. Sen kasalmisan? Uchinchisida a deganlarda tobibatun deganlar. Ya'ni shifokor ayollarmisiz deganlar. Demak, bunga antunna qo'yamiz. A antunna tobibatun. To'rtinchisi a tujjarun qilingan. A antum tujjarun bo'ladi. A antum tujjarun, sizlar nima sotuvchimisizlar? Keyingisi a deyilganda joy tashlab bintul mudarrisi mosini qo'yasizlar. Keyingisi a talibun mosini qo'yamiz. A tullabun, a atibba'u, a akhawatu aliyin. Hop, keyingisida ka, kum, ki, kunnalarni qo'shimiz kerak. Ya'ni domirlar, domir muttasilalar qo'shilib keluvchi domirlar. Ayna baytu deyilganda ya ikhwan deyilgan. Mana shu joyga e'tibor qilamizda, keyin domir qo'yamiz. Ikhwan degani aka-uka, birodarlar degani. Ya'ni ko'plik bu. Ko'plik muzakkar. Demak, nima qo'yamiz? Ayna baytu kum qo'yamiz. Ayna baytukum ya ikhwan. Uylaringiz qayerda ey birodarlar? Hadha kitabu. Hop, ya Hamidu deyapti. Demak, kitabu ka qilamiz. Ey Hamid, sening kitobing, bu sening kitobingmi bo'ladi shunda. Uchinchisi saatu. Hop, jamilatun ya Layla. Layla demak muannas bo'lyapti. Saatuka qilamiz. Saatuka jamil, saatuki qilamiz. Saatuki jamilatun ya Layla. Ey Layla, sening soating chiroyli. Man abu. Hop, ya akhawat deyaptilar. Ya'ni muannas ko'plik bo'lyapti. Man abu kunna ya akhawat bo'ladi. Hop, masmu ya akhi deyapti. Demak, masmuka ya akhi. Masmuki ya ukhti. Ammu. Hop. Demak, bu yerda ism qo'ymabdilar fil bayti.
مؤنث قصيك أجر أأمك في البيت ولد، مذكر قصيك أأمك في البيت ولد. ما أسماء يا إخوان لأني كوبلي بوليبت، ما أسماؤكم يا إخوان ولد. keyingisida ana yoki nahnuni mosini qo'yishimiz kerak. Mudarrisun birlikda turibdi, demak ana deymiz. Mudarrisuna ko'plikda turibdi, nahnu deymiz. Mudarrisatun birlik ana. Mudarrisatun ko'plik nahnu. Banatul mudir ko'plik nahnu. Birlik ana. Ibnul mudarrisi birlik ana qo'yamiz. Tullabun ko'plik nahnu qo'yamiz. Maridatun birlik ana. Fallahun birlik ana qo'yamiz. Hop, keyingisida keyingi mashqda iqro vaktub o'qing va yozing deyaptilar. Safara abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Otam Qohiraga bir hafta oldin safar qildi. Ikkinchisi, mata kharajta min al-fasli ya Muhammad? Ey Muhammad, sinfdan qachon chiqding? Kharajtu ba'da ad-darsi. Darsdan keyin chiqdim. Ya Muhammadu bo'lish kerak, noto'g'ri tushib qoldi. Akaltu at-ta'ama qabla ad-darsi. Darsdan oldin ovqat yedim. Ovqatni yedim. To'rtinchisi, mata safara ammuka ila Samarqand ya Aminatu? Ey Amina, seni amaking Samarqandga qachon safar qildi? Safara qabla shahrin. Bir oy oldin. Aqabla ad-darsi zahabta ila al-mat'am? Oshxonaga darsdan oldin bordingmi? La zahabtu ba'da ad-darsi. Yo'q, darsdan keyin bordim. Hop, o'qing va mulohaza qiling deyaptilar. Ayna zahabta ya akhi? Ayna zahabtum ya ikhwani? Ya'ni fe'lni ikkinchi shaxsda birlik va ko'plik shakli. Ey aka, qayerga bording? Ey akalar, qayerga bordingiz? Ayna zahabti ya ukhti? Qayerga bording ey singlim? Ayna zahabtum ya akhawati? Qayerga bordilaring? Qayerga bordingiz ey opalarim? Ana zahabtu, men bordim. Nahnu zahabna, biz bordik. Hop, domir munfasilalarni beryaptilar, ya'ni alohida keladigan, ajragan, so'zga qo'shilmaydiganlari. Mufrad birlik degani huwa u, mana muzakkarda, hiya u muannasda. Anta sen muzakkarda, anti sen muannasda. Ana men degani. Endi hum ular muzakkarda, hunna ular muannasda. Antum sizlar muzakkarda, antunna sizlar muannasda. Nahnu biz degani. yoki huwa u hum ular muzakkarda, hiya u hunna ular muannasda qilib o'qisak ham bo'ladi. Shu paytgacha o'tgan domirlarimizni xulosasi qilib bitta qilib berishibdi. Yaxshi, tushunib olishga yaxshi. Hop, keyingisi jumlalarni o'zbekchaga tarjima qilamiz. Safara ammuka ila Samarqand qabla shahrin. Demak, o'zingizlar tarjima qilasizlar. Akalati at-tilmizatu at-ta'ama ba'da ad-darsi. Keyingisi ayna amalu abikum ya abna'u. To'rtinchisi ixtibaruna yawm as-sabti fi zalika al-fasli. Beshinchisi zahabat ummi ma'a khalati ila tabibin fi hayyina. Hop, keyin matn beribdilar. Ana va usrati, men va oilam. Matnni yodlashni tavsiya qilamiz va o'zimizga moslab olsak ham bo'ladi. Uqaddimu lakum nafsi va usrati. Sizlarga o'zim va oilamni tanishtiraman. Ismi Adilun. Ismim Odil va ana tilmizun fi hadhihi al-madrasa va men bu maktabda o'quvchiman. Va hadha abi huwa tabibun. Bu otam, u shifokor. Wasmuhu Hasan. Uni ismi Hasan. Va hadhihi ummi. Bu esa oyim. Va hiya rabbatul bayt. U uy bekasi. Wasmuha Zaynab. Uning ismi Zaynab. Va haula'i ikhwati. Bular aka-ukalarim. مبينة مبينة وأنور وسالم وأنور وسالم. وهذا عمي هو تاجر. بو إسا أماكن وساتوجة. واسمه أحمد. اسم إسا أحمد. وهذه عمتي هي خياطة. بو أمام وتكوتشة. واسمها رحمة. اسم رحمة. وهذا خالي هو جزار. واسمه أكرم. بو طغام. بو قصاب. اسم أكرم. وهذه خالتي هي طباخة. بو خالم أو أشبس. واسمها كريمة. اسم كريمة.
هذان جدي وجدتي لأبي. Bu ikkalovi bobom va buvim. Ya'ni li abi otam tarafdan demoqchi. Otam uchun, ya'ni otam tarafdan bobom va buvim. Nodir va Xadicha. Va huma mutaqoidani, ular ikkalovlari nafaqahor, pensioner. Va hadani jaddi va jaddati li ummi, bu esa ona tarafimdan bobom va buvim Muxtar va Feruza. Va huma mutaqoidani aydan, ular ham pensioner. Xayyotun tikuvchi degani, kahrobaiyun santexnik, elektrik. Shabbakun santexnik degani, kahrobaiyun elektrik, sabbakun santexnik. Saiqun degani, demak haydovchi degani. Bu yerga diktant yoziladi. Al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Qabla, oldin degani. Ixtibarun, ixtibaratun, sinov, imtihon. Usbu'un, asabi'u, hafta. Mata, qachon. Tabbakhatun, tabbakhatun, oshpaz. Ihdahunna, ulardan biri degani, muannasda. Sabbakun, sabbakatun, santexnik. Kahrobaiyun, kahrobaiyuna, elektrik. Xayyatatun, xayyatatun, tikuvchi. Jazzarun, jazzaruna, qassob. Saiqun, saiquna, haydovchi. Mutaqoidun, mutaqoiduna, nafaqahor. Robbatul bayt, uy bekasi. Muhasibun, muhasibuna, hisobchi. Akala, yakulu, yemoq. Tilmizun, talamizu, o'quvchi degani. Shu bilan 7-chi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo o'qiyotgan ilmlarimizni hammamizga foydali, manfaatli qilsin. Darslarimizni Havas ta'lim kanali orqali kuzatib borishingiz mumkin.